Hörmətli körürmənlər, bugünkü dərsimizdə yo'tal haqida to'xtalib o'tamiz. Yo'tal bu bir mustaqil kasallik emas. Masalan, biz bütün bədenimizni bir kishi yoki bir mavjudiyat deb qarasak, biz bütün bədenimizga vakolatan nima bo'layotganligimizni so'zlash orqali ifodalay olamiz. Amaliyotda bedenimizdeki her bir a'zo yoki shu a'zoni tashkil qiluvchi har bir hujayrani bir inson deb tushunishga bo'ladi. Biz bir butunlikda gap qilib o'zimizning dardini ifodalagan bilan bir a'zo yoki bir hujayra so'z orqali o'zini dardini bizga ifoda qilib berolmaganligi uchun a'zolar o'ziga loyiq ifodalash usullari bilan bo'layotgan vaziyatni bizga uqtirishga tirishadi. Bu bir adabiy obrazlashtirib deyilgan so'z. Albatta har a'zoniki yoki bir necha a'zoning bir xil ifodalash usuli bo'ldi. Masalan, ba'zilarda echishish, og'rish, sanjilish, shundaqla tortishish, qatorliq titresh qatorliq alomatlar orqali shu o'ringa diqqatimizni yig'ishimizni, darhol teploq ko'rinishimizni badanning talab qilgani hisoblanadi. Shuning o'xshash yo'talmi amaliyotda nafas yo'llari kasalliklarida shu organlarning yoki badanning bizga bir chaqirig'i, bizni doktorga chaqirg'ini, bizni davolashga da'vat qilg'ini hisoblanadi. Yo'tal, takror aytamiz, mustaqil bir kasallik yoki bir yerga markazlashgan ifoda emas. U asosan nafas yo'llarida, o'pkada bir yolluq yoki to'silish yoki suluq ishiq yoki buzilishning bo'layotganligini bizga ogohlantirish uchun yaratilgan chaqiriq yoki ogohlantirish signalining bir xil ifodalash usulidan iborat. Demak, yo'tal cho'qim bizda badanlik bo'libmi rayonliq masala borligini bizga uqtiradigan nihoyatda tipik, intayin ro'shan bir ogohlantirishdan iborat. Endi yo'talninki sababiga kelsak, buning sababi ko'p bo'ldi. Ba'zilarda yuqori nafas yo'llariniki yuqumsiz yollig'lari yoki yuqumliq yollig'lari. Ba'zilarda o'pkaninki yuqumliq yolg'inishi yoki mizojning o'zgarishidan kelib chiqqan buzilishlar. Bir qismlarda nafas yo'llariniki va o'pka puvakchilarininki qon aylanishi buzilib, u yerda to'silish va shilimshiq tugurchaklarning mavjud bo'lganligini bizga uqtirish orqali tezroq davolanishga da'vat qilganligini ko'rsatadi. Shuning uchun yo'talniki sababiy qarta davolashni o'ylashish, uning bir boshda loyiha tuzib chiqish lozim. Tibobatda asosan shuncha ko'p kasalliklar bo'lsa-mu, buni tabiatiga qarta bölüşten ibaret esil an'anaviy va obyektiv usul bo'lganligi uchun yo'talni biz sabablarga va alomatlarga qarata issiqdan va sovuqdan deb bo'lamiz. Endi issiqdan bo'lgan har qanday kasal shuni bilishimiz kerakki, asosan qonning qaynab qolishi, qonda va tomirlarda tugurchaklik ve to'silish shakllangan bo'lishi aqlimizga keladi. Shu sababdan issiqdan bo'lgan yo'taldimi
nefes azaları bulupmu öpkide qıldam tomirlarda to'silish bo'lganligi, u yerda issiqdan bo'lgan lash va suvning to'xtab qolishi, mikrob yoki virusning avib ketishi qatorliqlarni bizga esimizga soladi. Shuning uchun o'pkani tozalash, u yerda shilimshiq va buzilgan moddalarning uzun turib qolishining oldini olish uchun anjir, chilan, urug'siz uzum, badam, binafsha, bexsoz, pirsiyoshan qatorliq quyuqlikni parchalag'uvchi, eritguchi, aylanishni tezlashtirguchi, ichimizni ravonlashtirguchi va virus va qizitmani yo'qotguchi mana shu tarkiblardan tuzilgan shu resept bo'yicha oilada shuni chora qilsak bo'ladi. Bularni muvofiq tibbiy usulda qaynatib, sharbat shakllantirib iste'mol qilsak, o'pkadagi va nafas yo'llaridagi issiqdan bo'lgan sabablarni yo'qotish orqali yo'talma shu sababdan yo'talma yo'qaydi. Chunki yo'tal kasal emas, kasalning ogohlantirish signali yoki bir dushmanning borlig'ini bizga uqtirayotgan bir signaldan iborat. Kasal o'ngshalgandan keyin yo'talninki u yerda mavjud bo'lishi yoki yo'tal shaklida ifodalanishining asosi bo'lmay qoladi. Sovuqdan bo'lgan yo'tal deganimizda hammamiz bilamiz, sovuqdan bo'pti deganimiz moddaning aylanish sur'ati tuvallab ketgan. Qon suvib to'xtab qilish, moddalarning ma'lum organda to'xtab qilishini yoki ostlab ketishini ifodalaydi deganlik. Albatta bu o'pkada va nafas yo'llarida shundoq aylanish ostlab ketsa, bu yerda pishmagan balg'am va to'salg'ular ko'payib ketib, ziyonli omillar albatta u yerning mikroblanib qilishiga sharoit yaratib berganligi uchun garchi qizitmaliq va jiddiy ifodalanmagan bo'lsa-mu, uzunga so'zilgan kasallikni va boshqa qo'shimcha asoratlarni paydo qilib qo'yganligi uchun sovuqdan bo'lgan zukamga va yoki sovuqdan bo'lgan kasalliklarga salqirash va to'g'ri davolanmaslik odatda ko'p ko'rildi. Salqirashdan bu qanchalik ishda deb uning boshqa asorat qoldirganligiga sal qarab, nervga ziyon qilganligiga sal qarab, buningda kasalning avib ya uzrab ketishiga o'zimiz sababchi bo'lib qolamiz. Shu sababdan yo'talma to'xtamay uzrab ketib qoladi. Hatto ba'zilar ko'kish balg'am kagichilik va yoki hech balg'am chiqmay quruq yo'talgichilik kasallik sal qarab nafas a'zolarini zaxmlantirib oladi. Qattiq yo'tal sababli ba'zilarninki mengisi zaxmlandi, homildor ayollarniki homila tushib ketishiga sababchi bo'lib qoladi. Ba'zilar cho'ng kichik tartinimi tutolmaydigan ahvol kelib chiqadi, qattiq yo'tilish sababli. Shuning uchun sovuqdan bo'lgan yo'tal uzun davom qilib ketmasligi va o'pkaning cho'nqur qismlari qadar yollig'ining olib ketmasligi uchun avvalan moddalarni pishirg'uchi muzgichlarni iste'mol qilish orqali badandan kasallik sababchilarining oson qulay chiqib ketalishiga sharoit yaratishimiz lozim. Agar muzgich, pishirg'uchi sharbatlar imkoni bo'lmasa, boyiqi issiqdan bo'lgan yo'talga ishlatilgan sharbatga novat silib, obdan qiyam qilib
iste'mol qilsaqmi, yo'tal pastlab, balg'am chiqishi tezlashib, ichimi ravonlashib, yo'talning tezroq yo'q bo'lishiga foydali bo'lgan bo'ladi. Yo'talda shuni unutmaylikki, qavziyat bo'lib qilish barliq o'pka va nafas yo'llari kasalliklariga va yo'talga to'liq ziyon bo'ladi. Chunki modda almashmagan zahar to'xtab qolgan yerdan kasallik oson ketmaydi. Shuning uchun suyuq salang yemekliklar orqali badanimizdagi to'xtab qolishga, birikib qolishga imkon bermasligimiz, ichimizni ravon, ko'nglimizni xush tutish orqali her türlü zukam ve yo'tallardan qutulib ketishga tirishishimiz lozim. Biz yuqorida yo'tal ve onunğa dair sebepler, şundaqla bunundan qutulish tedbirleri haqida to'xtalib o'tdik. İmkon qilib faslga uygun şekilde kiyinishimiz, suyuq salang, quvvatlik ama az tomoq yeyishimiz, ko'nglimizni xushal, ruhimizni üstün tutuşumuz lazım. Çünkü nurgulgan nefes yolları kasalliklari ve öpke kasalliklari asasen ruhi kuvvetinin tüvellep ketişinden bu kasalliklar paydo bo'ldi yoki bo'lgan kasallik olib ketadi. Shuning uchun ruhimizni, qo'sqimizni, hisobimizni cho'ng tutayli. Bugünkü dersimiz müşahici olsun. Hayır hoş.